Yo'l bu A punktdan B punktga harakatlana turib, jismoniy bosib o'tiladigan masofagina bo'lib qolmay, balki inson hayot yo'li davomida o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalarning yig'indisini metaforik ma'noda anglatuvchi hamroh hamdir. Inson hayot yo'li mashaqqatlardan xoli emas. Umrini yo'l qurilishi sohasiga bag'ishlagan qahramonlarimiz bevosita va bilvosita yo'lga daxldor odamlar. Ular yo'lning odamlari, yo'l odami. Bu yo'l qurilish sohasiga ishga kelishimga 2012-yil Transyo'l qurilish kompaniyasi ochilgandi. O'shanda ilk ish kunim boshlangan. Bunga sababchilardan akamiz Esonov Ahmad aka o'sha tashkilotga olib borgan. 2012-yil ishni boshlaganmiz. Laboratoriyasida laborant bo'lib ishlaganman. Asfalt beton zavodlarimiz bor, simenta beton zavodlarimiz bor, tosh maydalash uskunalarimizda ishlaganmiz. Barcha inert materiallarni sinovdan o'tkazganmiz. Inert materiallarni sinovdan o'tkazardik. Orzuim muhandis bo'lish edi. Qiziq tuyulgandi menga bu yo'l qurilish sohasi. Avtomobillar yo'llar qo'mitasining markaziy sinov laboratoriyasiga ishga kirdim. Yo'l sohasiga hamma sir sinoatlariga qiziqaman o'zim. Bir laboratoriya emas, boshqa yo'l sohasi bo'yicha barcha ishlarni o'zim qila olaman. Misol uchun qanday qilib asfalt beton qorishmasi tayyorlash, sement beton qorishmasi tayyorlash tarkibini, g'oz talablari bilan ishlashni bilaman. Soydan olingan toshdan tortib to asfalt beton qorishmasi tayyorlanish bo'lgan jarayonni to'liq bilaman desam adashmayman. Mana Jizzax sanatoriya qurilishlariga ishlab keldik. Qashqadaryo sho'rtan gaz sanatoriyalarini, yotoqxonalarini qurishlarida ishlatdik. Sohamga qiziqaman. Yaxshi ko'raman sohamni. Yangi zamonaviy texnikalar olib kelindi hozir. Zamonaviy texnikalar bilan ish olib boryapmiz. Barcha asbob uskunalarimiz markaziy sinov laboratoriyasida yangi va zamonaviy. U bilan ishlayingiz keladi-da. U texnikalar bilan ishlayingiz keladi. Ishchi kuchi kam yo'l qurilish sohasida hamma narsani texnika qilyapti. Bu rivojlanishimizdan dalolat beradi. O'zimiz ham mag'rurlanib ishlaymiz-da bundan keyin. Ham sifatga e'tibor berilyapti hozir. Yo'l sohasida sifat ko'proq o'rinni egallaydi. Yigit kishiga 40 hunar oz deydi, shuning uchun qiziqamiz. Uyda chorvachiligimiz bor, bog'dorchiligimiz bor. Ishdan tashqari o'sha bekor o'tirmaymiz-da. Kechqurun bo'lsa ham o'shani qilamiz. To'xtamaymiz harakatdan. Birgina xatomiz ko'pgina sabablarga olib kelishi mumkin. Xalqimiz ishongan yo'llari buzilishiga olib kelishi mumkin. Xato qilishga haqqimiz yo'q. Sifatli va ravon yo'l qurishimiz kerak. Bunga biz xizmat qilishimiz kerak. Yoshlarimizga maslahatim o'qisin, o'rgansin, til o'rgansin. Mana shunday yo'l sohalariga ishlasin, yangi g'oyalar taklif qilsin. O'zbekistonimiz yanada rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shishini istab qolardim.